أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم sabaqdaşlar. Bugünkü dersimiz şu nesep yani nispet berildiğin isimler hakkında buludu. Hem bir isimge nispet biriş meselesi kelsek adette Arap tilida yasalma isimlerini 11 desek 8'i pilden yazılıdı, 3'ü isimden yazılıdı. Şunun birisi ismi teshir desek, yeni birisi mestere sanayi olsa, yeni birisi isim mensup. Bunu bugünkü demek olduğumuz ismul mensup hakkında toxtalımız nispet verildiğin isim hakkında. Hem de demek isimge nispet verilgenliken bu isim xuddi isim muştaqdek muamele kılındı. Bundak degenlik, mesela Mekke degen sözge nispet versek Mekkiyun buludu. Mesela bu Mekkiyun degen sözünü bir sözünün haber kılsak mubtadaga ayalatilması şu demekçe. Mesela Fatime Mekkiyetun, Muhammedun Mekkiyun degen goxşaş muzakker muannasıtın masajlığına ahval kep çıkdı. Demek endi isimliğe nispet versek kandak nispet birimiz degende isimge nispet bergen vaqtimizda isimning ahiriga aldı zırı qılğıcı taşlık yani kuşaş bilen nispet birimiz. Mesela Salafun dese Salafiyun degan go'xshir. Mekketun dese Mekke dese Mekketun dese Mekkiyun degan go'xshash. Manda birimiz muannasning ta'siri ustash etib birimiz. Endi musannif bu haqda mundaq deydi. Ya en kayal kursi zadul nasab ve kullu ma talihi kesruhu vecib. O grammatik şunas ulamalar Kursiyinin yas qo'xshash yani nisbatning jihatidan ismning oxiriga qo'shdi. O nisbatning yasi ininga yandishib kelgan har qanday harfning nisbatning yasining oldin harfning kasri o'qilishi vojib bo'ldi. Demak bu yerda nisbatning yasini Kursiyinin yasiga o'xshatildi. Nisbatning yasi Kursiyinin yasiga nimada o'xshaydi desa şu ya'nın özünün taşdidlik buluşida, alameti taşdid bunun buluşida ve onun aldığın harfinin zır okuluşida okşaydı demekçi. Kurusi bundak degenlik kurusiyin mu isim mensupti demekçi emas. Ve mislehu mimma havahu zibveta ta'nisin ev meddetehu la tusbita. O kurusiyin nisbetinin yasının okşini şu nisbatning yasının o'qishini o'lchagan isimlardan şu nisbatning yasının o'qishini tashlab o'tding. Masalan, Shafi'i desek oxirida nisbatning yasiga o'xshash bir ya bor. Buning nisbat berganda bu yani tashlab o'tib nisbatning yasini kelimiz yine Shafi'iyun bo'ladi. Ve ta'at ta'nis ve maddetehu la tusbita. Ayollikning ta'sini nisbat berilmoqchi bo'lgan ismda muannasning ta'si bo'lsa, alomati ta'nisi bo'lsa, ayollikning alomati bo'lgan ta'ni va ayollikning alomati bo'lgan alif maqsurlarni buni isbotlamang. Buni mi tashlab o'tding? Masalan, mushu Makka degan so'zga nisbat bersak, Makkiyun bo'ldi ta'ni tashlab o'tamiz. Qahiraga nisbat bersak, Qahiriyun deb buning ta'ni tashlab o'tamiz. Degen o'xshash. Endi bu yerda maddatahudan alif al-maqsura maqsad qilingan bo'lib, bu alif maqsura yoki 4-harf bo'lib keladi. O'sha yerda tashlab o'ting degan yerda yoki alif maqsura alomatu ta'nis bo'lib kelganda ya 4-harf bo'lib alomatu ta'nis bo'ladi, ya 4-harfdan yuqori 5 va 6-harf bo'ladi. Endi masalan hissi sa desak, hissi sada muannasninki ta'si 6-harf bo'lib keldi desak, hubarada bu 5-harf bo'lib keldi desak, musha alif ta'nisni nisbat bergan chog'da tashlab o'ting. Hissisani hissisi hubari deb mundaq nisbat bering demakchi. Yoki bu alif ta'nis al-maqsura 4-harf bo'ladi. 4-harf bo'lgan chog'da qanday qilamiz deganda 4-harf bo'lgan chog'da tashlab o'tishqimi bo'ladi. Masalan, hubla desak 4-harf. Alif ta'nis al-maqsura ba hubla. Endi mushu hublani nisbat bersak hublaviyun deb nisbat bersak bo'ldi.
hubliyun deb nisbat bersak bo'ldi. Demak, alif maqsurani tashlab o'tib nisbatning yasini keltirsak bo'ldi. Hubliyun, kubriyun, kubraga kubriyun, hublaga hubriyun, sughraga sughriyun deb keltirgan o'xshash. Yoki alif maqsur 4-harf bo'lganda buni tashlab o'tmay buni vo'g'i almashtirib an nisbat bersak bo'ldi. Hublani hublaviyun, kubrani kubraviyun deb bundoq nisbat bersak bo'ladi. Bu vaqtda musannif deydi-ki: "Va in takun tarba'u za sanin sakan faqalbuha wawan va hazbuha hasan." Yani aşı alifil ta'nis al maqsura bu ikkinchi harfi sukun o'qilgan ismning 4-harfi bo'lsa, masalan hubla desek buni 4-harfi bo'lsa, faqalbuha wawa o alifi maqsurani vo'g'i yotkash ve hazbuha yoki uni tashlab o'tish yaxshidir. Vo'g'i yotkalsin bo'ladi, yotkash durust ve uni tashlab o'tishmi durust. Demak, hublaviyun deb bunda qilsaqmi bo'ladi, hubliyun deb qilsaqmi yaxshi demakchi. Li shibhal mulhiqi val asli ma laha va lil asli qalbun yu'tama. Şu alifi ta'nis al maqsuraga o'xshab o'xshunga ketilib ketgan aliflar uchun, yani alifi ta'nis nimiz alifil maqsura al mulhaq. Hamda alifil adatda alifi maqsura ba'zi alifil maqsura li ta'nis bo'ladi. Ba'zi alifil maqsura al munqaliba min al asli anil asli bo'ladi. Ba'zi alifil ta'nis alifil maqsura lil ilhaq bo'ladi. Demak, alifil maqsura ism asli boshqa ismning boshqa bir harfidan yo'tkalgan bo'ladi. Malhadi kelib qo'xshash, mustashbari kelib qo'xshash yoki u asli ilhaq uchun kelgan ilib bo'ladi. Masalan, ilba deganga o'xshash yoki uningdagi alif asli kelganda muannaslikni ifodalab turish uchun kelgan bo'ldi, hublaga o'xshash. Endi muannaslikni ifodalab turish uchun kelgan alif maqsurning gapi tugudi. Endi ilhaq uchun kelgan shu ismni o'zining shu 4 harflik ism qilib, o'zining vazni bo'lgan ismga vazndosh qilish uchun, masalan, alqa desak, alqadagi alif aliful maqsura lil ilhaq deymiz. Bu nima demakchi desiniz? Alqa Ja'far 4 harflik ism bo'lgan Ja'far vazni bilan o'xshash bo'lsin uchun qo'shilgan alif deymiz. Mushi ilibqa, mushi alqaga o'xshash ismlarga ilib nima versak, nisbat versak qandaq birimiz. Yoki malhaga o'xshash buniki alif, alifil malhadagi alif, alifil maqsura al munqaliba anil asli deymiz. Boshqa ismning asli harfidan yo'tkalgan ilib deymiz buni. Asli vodun yo'tkalgan yoki yodin yo'tkalgandek bir narsani yo'tkalgan iliblarni ko'rsatib turdi. Bundaq iliblarning masalasi va iliblar kelgan ismni nisbat versa qandaq nisbat turimiz deganda musannif deydi-ki: li shibhal mulhiqi val asli ma laha lil asli qalbun yu'tama degan. Shu alifi maqsurga o'xshabki mulhaq bo'g'uch uchun ve asli bo'g'uchining alifi shulari uchun alifi maqsura lit ta'nis uchun isbotlangan qoida buning isbotlanadi. Bayamki alif maqsur lit ta'nismi ikki yo'l durustmi? Ya'ni uni tashib o'tib, hubliyun deb nisbat berish yoki vo'g'i yetkib hublaviyun deb nisbat berish degan ikki yo'l durustdi. Mush alifil maqsura lit ta'nisqa qo'shilib ketgan shunga o'xshash bo'lgan, shunga mulhaq bo'lgan alif maqsurlarning ve o asli bir harfdan yo'tkalgan aliflar uchun alif ta'nis alifil maqsur lit ta'nis uchun isbotlangan qoida isbotlandi. İki yo'l durust. Valil asli qalbun yu'tama. Ama asli uchun qalbi qilish, almashtirish muxtar tanlanadi. Masalan, asli deganimiz unindagi alif alifil maqsura
el-munqalibe anil asli. Asli isminin bir harfidan yetkelgen ilip bolsa, bunu asli halatiga yetkeş yaxshi, muxtar hesaplanadi. Mesela melha desek, asli melha. Melhadaki ilip asli vodun yetkelgen. Asli melha vun bu. Melhavundu. Endi bu vodun yetkelgen ilip boğaçqa nisbat vergende melha viyun deb nisbat berishimiz muxtar, melhiyun deb onu ilipni tashlab o'tib nisbat berishimiz yajuz deb qaraladi. Vel alifel jaiza arba'an azil. Kazaka yal manqusi khamisen uzil. Dördüncü harfga ziyade bo'lgan ilipni, ya'ni 5-ci harfdagi ilip demekçi. Dördüncü harfga ziyade bo'lgan ilipni yuqtung nisbat vergende, ya'ni o alif maksura 5-ci harfga yoki 6-ci harfga bo'lsa yuqtung. Shundaqla 5-ci harf bo'lib kelgan manqusning yasini ham yuqtildi, tashlandi, yuqtildi. Demekçi kelimede nisbat vergende 4-ci harfga ziyade olab kelgan 5-ci 6-ci harf bo'lib kelgan alif maksura taşlanadi, haberka o'xshash. Hamda haberka desek, haberkadagi alif 5-ci ilip. Bunu bu puti qisqa, beli uzun bo'lgan odamni ko'rsatgan xadi parchaq emas, aytib puti qisqa, beli uzun bo'lgan mandalik Uyg'urda tudaxun deb qo'ymiz-ku, shunga o'xshatgan odamlarni buning nisbat berganda ikki yo'ldir emas. Haber kiyun deb nisbat bersak bo'ladi, buni tashlab o'tiladi. Shundaqla manqusning yosi tashlanadi, manqusning yosi 5-ci harf bo'lib qolsa, masalan, i'tada, ya'tadi, mu'tadiga o'xshash. Endi mu'tadiga o'xshash ismlarni, i'tala, ya'tala, mu'taliga o'xshash ismlarga nisbat bersak tashlab, mu'tadiyun, mu'taliyun deb bundaq nisbat beramiz demakchi. Wal hazb fil ya rabi'an ahaqqu min kalbin ve hatmun kalbu salisin ya'in. Bu xil tashlab o'tish, yadiki bu xil tashlab o'tish shu ya 4-ci harf bo'lib kelgan chaqda qalbin haqliqroq bo'ladi. Endi bayon dedik, manqusning yasi 5-ci 6-ci harf bo'lib kelsa shartsiz tashlanib o'tib nisbat berilgan. Navod bu manqusning yasi. Manqusning yasiga qandaq yadi? Oldi ziro qilg'uchi sukunliq yani demakchi. Biz al-qazidagi yaga o'xshash yani demekçi. Endi şu manqusning yasi 4-ci harf bo'lib qolganda buni tashutamdik yoki buni asliga qaytaramdik desa, şu manqusning yasiki yasni tashlab o'tish 4-ci harf bo'lganda buni boshqa harfga vo'ga almashtirgandan ahsan deydi. Yaxshiroq. Masalan, qazidagi ya manqusning yasi 4-ci harf. Qazinin yasını alif yotkab, alifni vo'ga yotkab, qadaviyun deb nisbat berish. İkinci birisi bu yani taşıp ötüp durup qadiyun deb, esa qadiydi, qadiyun deb yani taşıp ötüp nisbat yasını qadiyun deb nisbat berish ikki yo'ldir. Ama qasi eng yaxshi desa, qadiyun deb nisbat berish haqliqroqdir, qadaviyun deb nisbat bergandin. Wa hatmun qalbu salisin ya'in. Ve o manqusning yasi 3-ci harf bo'lib kelganning manqusning yasi 3-ci harf bo'lib kelganni cho'qim asliga vo'ga yotkash keskin vojibdir. Masalan, buni qasinga o'xshaydi desa, shaji. Shaji desak, odatda shaji degan so'zni yoki shu shajini nisbat versak, bunu çokum voğu yotkaymiz. Şecaviyun deb nisbat berilishi vacib, tashlab o'tilmaydi. Şeciyun deb emas, şecaviyun deb. Çünkü bu yerki ya aldızır qilgan ya 3-ci harf bo'lib qolg'achqa. Ama 4-ci harf bo'lib qolgan bo'lsa, uning da ikki yo'l durustdi, ama rajih qarash tashlab o'tishdi. Mesela mujrini, mujriyun deymiz tashlab o'tib. Mulhini mulhiyun degandek. Mesela mulhini mulhiyun deb nisbat etsak bo'ldi. Mulhaviyun desak bo'ldi. Mujrini mujriyun desak bo'ldi. Mujraviyun deb nisbat bersak bo'ldi. Ama tashlab o'tib nisbat berganlik ahaq bo'ladi. Va avli
Evli zel kalbin evli zel kalbin fitahan ve fa'il ve fu'ilun aynahuma teh ve fa'il. Kalbi igisini evli zel kalbi infitahan. Endi demek çoğunu muşu harfni bazı ahirki alifi mahsurani voğu yetkiymez dedik. Muşu kalbi igisiga fathani ilgiri qiling. Kalbi igisinin aldın qarı fatha qilsin. Mesela qazidiki yani ilip yetgap qado qilib uni voğu yetkap qadaviyun deb nisbat berdik. Vo'ning asli qadiydi. Nisbat berishdan oldida zot harfi kasr qilgan bo'lsa-mu, nisbat berilganda o qalbi qilib yani vo'u yetkap turib andin shu nisbat berganda cho'qim vo'ning oldin qarib fatha qilish kerakki qadaviyun bo'lish kerak. Hargiz asliga qadiviyun bo'lsa bo'lmaydi. Qadiviyun emas, qadaviyun bo'lsin demakchi. Şunu qalbigisiga fathan ilgir qiling demakchi. Fa'il, fu'il, fa'illarning aynini fatha o'qing. Bir ism kipti fa'il vazni bilan, bir ism kipti fu'il vazni bilan, bir ism kipti fi'il vazni bilan bularda aynning barobarini fatha o'qing. Mesela fa'il vaznida kelgan ism bor. Mesela namir. Namir degan ismga nisbat berganda namariyun deb nisbat. Mesela İbn Abdul Barril namari deganga o'xshash. Aslida namirdi. Nisbat berdik, namari deb nisbat berdik. Shundaqla fu'il vaznida kelgan nima nisbat berganda aynan barobar kelgan fatha o'qiymiz. Mesela Abul Aswad ad-Duali deganga o'xshash. Bu Duali degan nisbat berishning oldida asli duildi, duil. Ama nisbat berilganda duali deb nisbat berildi. Ve fu'il vaznida kelgan ismga nisbat berilsa, mesela iblun so'zidan bir nisbat berilsa, ibilun, fi'ilun, ibilun. Bunun nisbati ibaliyun deb nisbat bering. Demek huruful qalbining oldin qarib fatha qilsin demakchi. Wa qila fil marmiy marmaviyun وَاخْتِيرَ بِاسْتِعْمَالِهِمْ مَرْمِيٌّ. Endi mermiga nisbat berganda ishga yo'ldirish. Mermiyun deb nisbat bersak bo'ldi, mermaviyun deb nisbat bersak bo'ldi. Kilahuma sahih demakchi. Endi asli bu ism merma. Asli merma bo'lib, buningga mutakallimning yozi qo'shilganda mermiyun bo'lgan. Mening qarg'ilish o'rnim degan ma'noda. Endi buningga mermiyun bo'lganki nisbat berganda, shu mermiyunda endi din maqsad shu oxirida tashdid o'qilgan yava ism. Buni ikki yo'ldiruz. Shu oxirdagi ikkili yani ikkilisini tashlab o'tib, mermiga qoldirib, nisbatning yasini akilib mermiyun deb bundaq nisbat berish yoki ikki yaning birini ikki yaning ikkinchisini tashlab o'tish, ikki yaningki birini tashlab o'tib ikki yaning shu birini tashlab o'tib mermiga qoldirib, andin uni ilib o'tgan merma qilib, o'g'iyatga mermav qilib, mutakallimning yasini akilib mermaviyun deb bundaq nisbat berish. Şuna bunun da onun ikinci yasını, birinci yasını taşlı ötüp, ikinci yasını ilip yötkep, ilipni voğu yötkep, mermaviyun mandaqlımız. Mermaviyun. İlip yötkeşte çünkü aldın qarab ziver oludu. Şuna şundaq. وَنَحْوَ حَيٍّ فَتْحُ سَانِهِ يَجِبْ varduthu vavan iyakun anhu qulib. Hayyinning o'qishining ikkinchi harfining fatha o'qilishi vojib. Endi hayyinning o'qishi deb nima deymiz degan bir masala chiqdi. Hayyin va hayyinning o'xshashlari bu oxirida idg'omli harf bor. Ikki dona yava ayn va lamning barobaridagi harf bir jinsdan kelgan bo'ladi. Endi mushuningda uning birinchi muşularda
onun ikinci harfini pata okuş vacip dedi. Anda olsa bunun ikinci harfi de hayyun'niki esa hayyun'ның ahirki ya taş muşnoda ikinci yası voğu yötkülüdü. Birinci yası pata okulup asliga qaytırıldı. Şununla haya viyun buludu. Esa hayyun. Hayyun'ның asliga haya viyun deb nisbat verildi. Birinci yası ona hayaviyun'ның ikinci yası voğuyat kelgen. Birinci yası pata okulup o asliga qaytırılgan asli yadi hayaviyun buludu. Birinci yası asli halatida şu asliga qaytırıldı birinci hayaviyundaki hayyundaki birinci ya o asliga qaytırıldı asli mi yadi yapet otudu. Ama ikinci yası voğuyat geldi hayavun boldu nisbatның yası geldi hayaviyun deb nisbat verildi. Ama tayyunga o'xshash olsa agar şu ikki harfning birinci harfi asliga qaytarilganda u voken. Anda bo'lganda ikkinchi tayyamda biz mushu tayyun so'ziga nisbat bersak tavaviyun deb nisbat berildi. Tayyun so'zi tavaviyun deb nisbat berildi. Qanday desa birinci ya uninki birinci ya asliga qaytarildi. Asli voken tavaviyun oldu. Endi ikinci ya o voğu yetkeldi tavavun oldu. Nisbatning yasından keldi tavaviyun deb nisbat berildi demekçi. Şuna deydiği vayunning o'qishning ikinci harfini pata o'qish vacip degani ikinci harfini hayyunning ikinci harfini pata o'qish vacip. Ve onu pata o'qib uni voğu qaytiring deydi. Pata o'qib bo'lgandan keyin uni voğu qaytiring. Mesela hayaviyunniki ikinci hayyunninki ikinci harfini pata o'qish vacip bo'ldi ve onu voğu qaytiring agar o ikinci harf vo'dan yetkelgan bo'lsa. Mesela haya deb o'qidik buni voğu qaytirimiz vo'dan yetkelgan bo'lsa. Voğu yetkelmagan bo'lsa öz peti ya turdu. Ama tayyunda ikinci harfni biz peta okuduk. Tayyunda taya oldu. Asliga qaytırırsak vo'dan tava yun oldu. İkinci harfine vo'gu yetkildik tava yun oldu demekçi. Ve in yakun anhu qulib degan şu. Agar o şu vo'dan şu vo'gu qaytırın agar o ya vo'dan yetkelgan bo'lsa degan gap şu. Ve alamet tesniyeti hizb linnasab mislu za fi cem'i teshihin veceb. Tesninin elimini nispet birişinin cihetinden taşlıydın. Yani tesninin elimini mitte, tesninin elimi alif bilen nun, rafilik halette, ya bilen nun, nesbi ve cerlik haltıydı. Mensup ve meculik haltıydı. Muşunu nispet begen taşlıydın. Mesela Muhammedani degan söz bir adamga Muhammedan degan sözge nispet versek Muhammedi deb nisbat beriladi. Muhammeduna deganga nisbat verganda Muhammedi deb nisbat beriladi. Mushuning o'xshashdir jam'i tasida, jam'u tasidin jam'i muzakkar salim ve jam'i muannas salimlar maqsad. Buningga nisbat berish lozim kelsa, cho'qim jam'i muzakkar salimning wo bilan nuni, jam'i muannas salimning ta bilan alifi, tasnining alif bilan yoki ya bilan nuni, alif bilan nuni bular tashinadi demekçi. Demek mushu Muhammedan degan tasni ism bir odamga ma'lum bir narsaga alam qilingan bo'lsa, Muhammaduna bir narsaga alam qilingan bo'lsa yoki jam'i muslimat deganga o'xshash jam'i muannas salimga kelgan so'z bir narsaga alam qilingan bo'lsa, nisbat berganda jam'ining alomatlari, tasnining alomatlari tashinadi demekçi. وثالث من نحو طيب حذف وشذ تائي مقول بالالif. Tayyib'nin o'xshashlardan 3-harf taşlandı. Ta'iyyun elif qo'yotgan alif bilan maqul deyilgan holatda shaz bo'ldi. Endi tayyibning o'qishi desa,
tayyibun, seyyidun, meyyitun demekçi. Hem tayyibun şu fa'ilun, tayyibun, seyyidun bunun da ve onu okşayışın. Üçüncü harfi tayyibun'unki tayyib biri, ikinci ve üçüncü harfi ya. Bu tayyibun töter bir kısım. Seyyidun töter bir kısım. Meyyitun töter bir kısım. İkinci harfi ve üçüncü harfi ya. Hem de muşunun üçüncü harfi ne deydi? Muşunun üçüncü harfini taşlan diye. Üçüncü harfi taşlangan tayyibunun üçüncü harfi mi ya, ikinci harfi mi ya mette. Üçüncü harfi olan ya taşlansa tayyibun kaladı. Tayyibun. Tayyibun kaptırıp nispet versen tayyibun tayyibiyun dep nispet buludu. Seyyid kaladı, seydun kaladı, seydiyun. Meytun meytiyun dep nispet birin demekçi. Ama ta'iyyunun okşu, ta'iyyun elif bilen deyilgen alette az oldu dedik. Esi ta'iyyun. Esi ta'iyyun bu. Ta'iyyun degen esi ta'iyyun nispet birildi. Esi teyyi'un dibası, teyyi'un. İkinci, üçüncü harfi ya, dördüncü harfi hemzitti. Bunun üçüncü harfini taşlavatkandan kin tey'un kap kaldı. Hem de bunu nispet durup tey'iyyun dep nispet biriş. Bu kulli kaide geçiyordu. Ama bunu tey'iyyun demeyi kap kalgan tey'iyyundaki esi tey'iyyun de hem de tey'un kap kaldı. Yani ilip götkep ta'un kılıp andın bunu nispet durup ta'iyyun dep nispet biriş. Şaz kipkası meyli deyimiz. Bunun okştu bir nesini kıyas kılmayımız. Ve fa'aliyun fi fa'iletel tuzim. Fu'aliyun fi fu'iletin hutim. Hem fa'iletun veznede kelgen isimlada fa'ali lazım tutuldu. Fu'iletun veznede kelgen isimlada fu'aliyun unundumu lazım tutuldu. Demek fa'iletun de üçüncü harfi ya bunun mu? Bu muannestin tası fa'iletun kilip muannestin tasılan birinci tripi bunun meyli fa'iletun bolsun meyli fa'iletun bolsun ahırda ta'ut ta'nisilen tamam boğan. Hutime bit ta'ut ta'nis ta'ut ta'nisilen tamam boğan üçüncü harfi ya. Üçüncü harfi ya bulup ya'nın aldı meyli ziver olsun fa'ilun okşaş meyli aldı zir olsun fa'ilun okşaş. Muş ya kelgende bunun da iki harf taşınıdı. Biri üçüncü harf boğan ya taşınıdı. Birinci ikincisi ma'nesin taşınıdı. Şunun fa'aliyun fa'aliyun dep nispet verirdi. Mesela beciletun nispet versek beciletun beceliyun. Mesela kabiletun nispet versek kabaliyun. Sahifetun nispet versek sahapiyun. Akidetunga akadiyun, hanifetunga hanafiyun dep nispet birimiz. Mesela fu'iletun bosuma, mesela Kurayda, Cuhayna debba. Bunun yavlen nun taşsa Kuradiyun, Cuhaniyun dep nispet birin demekçi. Ve elhaqu muallala min ariba. Minel misaleyni bimetta uliya. Grammatik şunas ulumala la muşi işkil misaldın. Fa'iletun ve fu'iletun din ibaret iki misal çıktı. Muşi iki misaldın lami illetlik olan muannesinin təsirin hali qalğan isimlerini muhtevlen koşulap gelgen fa'iletun ve fu'iletun veznege okşaş nispet birin dedi. Muşi iki misal qası fa'ilun misali. Fu'ilun misali ötende ta'din hali olan ikin fa'ilun ve fu'ilun ibaret muşi iki misal ba lam illetlik ta'din hali olan. Dolayısıyla bunun da aşu fu'iletun ve fa'iletun da tevlen bima ta'ul ya degen ta aşu onun yandaşıp gelgen
ta yandaştırılgan isimga, yani fuailatun ve feilatun veznige qandaq nisbat vergen bolsak şundaq nisbat veren. Bunun da manasını tasını taşlap atqanga oxşaş ve yan taşlap atqanga oxşaş. Bunu da yan taşlap ötüp nisbat veren demekçi. Mesela adiyun fa'ilun vezninde keladi. Buna lam-ı mu'tal muannasın tasından xali bolgan, bunu nisbat versek adaviyun deb nisbat verimiz. Adaviyun. Qanda ola bu amsa adaviyun o'zgarib qoladi desa, 3-harf bo'lgan, ya'ni adiyundan 3-harf bo'lgan ya'ni tashlaymiz, adi qolib qoladi. Endi bu ya'ni adi qolib ya'ni ilib qo'yotgan ada bo'ladi. Andın onu voğu yetkimiz adaviyun buludu. Bir vasta voğu yetkidik desek mi buludu? Hem de kusayını mı? Kusaviyun dep kılgan okşaydı. Ve temmamu ma kâne kettevîle ve hekeze ma kâne kel celîle. Ula tevilige okşaş boğallarını tulukladı. Ve şundakla celilige okşaş boğallarını mı? Hem şunun okşaş. Endi bir isim fa'ile veznini dikipti. Bu fa'ile veznini dikilip taviliga okşaşligini ayning barabiri karib harfi illat demekçi. Ayning barabiri mu'tal harfi illat bo'lgan. Tavila desek ayning barabiri karib harfi illat bo'lgan. Yine isimning şu lami aynı okşaş illetlik boğunu var. Mesela isimnin aynı illetlik boğunu. Mesela fa'ile vezni kelse tevili okşaş aynı illetlik olup mu'tal boğun. Ya ki celili okşaş yine isimnin lami aynı okşaş. Yine mudaab demekçi. Asıl celle, asıl tevela o. Ma celale. Yani lamı aynı okşaş olduğunu gösteriyor. Celile desek isimnin lamның barabiri karib, ayның barabiri karib okşagan. Endi tavilada ayның barabiri karib harf illat bo'lgan, mushg'ul vaznda ama fa'ila vaznda kelgan bularni xuddi qandaq nisbat beramiz desa, mushu tammamu deydi. Tuluqlang degani oxiriga nisbatning yasini qo'shsak bo'ladi, o'tirki yani tashlamaymiz. Taviliyun tavilatun taviliyun, sarirun sariruyun, celilatun celilun deyimiz. Ama muannasın tasını taştaş tabi ahval o taşınıdı. Ve hamzu zi meddin yunalu fin neseb ma kâne fit tesniyetin lehun teseb. Meddi ikisinin hamzesi nisbette şu irişilidu. O meddigisinin tesnide onunla nisbet verilgen nesilege nisbet belge istimu meddigisinin hamzesi onunla irişilidu. Bu ne demekçi degende biz ende bir isimlani alif memdudu ba isimlarni tasniy qilganda qanday qilgan deganda sahraga o'xshash alif memduda kiptu li ta'nis uchun kiptu sahraga o'xshash yoki u alif memduda asli harfken qurroqqa o'xshash yoki alif memduda ilhaq uchun kiptu albaqqa o'xshash yoki alif memduda asli kalimaning asli harfidan yo'tkalgan ekan kisaqqa o'xshash. Muşunda boğallarda tasniy qilmoqchi bo'lsak qanday qilib to'yib desa, agar u alif mamnuda ta'nis uchun kelgan bo'lsa, vo'g'i yo'tkilibdi. Sahroni tasniy qilganda sahravoni deb tasniy qilgan. Endi qurroga o'xshash bo'g'ini asli oldida qolib qurroani deb tasniy qilgan. Ilhaq uchun bo'lgan bo'lsa yoki asli bir harfni yo'tkalgan bo'lsa, ikki yo'ldir so'g'an, ilbaani ilbawan, kisaani kisawan deb tasniy qilgan. Endi mushu hamzini endi mushu hozirgi alif hamzatul mamdudan alif mamdunadiki alif mamdudaning mushu hamzasining gapi mushu hamzini alif mamdudaki mushu hamza
nisbat berilganda huy tasniyda muomala qilingandek muomala qilsin. Sahroga nisbat bersin, sahraviy deb nisbat bering. Qurroqqa nisbat berganda qurroi deb nisbat bering. Ama albaqqa nisbat berganda albaqqa ilbai, ilbavi. Kisaga nisbat berganda kisaun kisai, kisavi deb nisbat bering demakchi. Vensub li sadri cümletin ve sadri ma rukkibe mezcen ve lisanin temmema izabeten mebduaten bibni ev ma lehut ta'rifu bissani ve ceb. Navbatda demakchi o'qinimiz cümle adatda mushu izafetli kısımlarga nisbat verganda qandaq nisbat turimizganda mesela o izafet yoki murakkab ismlarga nisbat verganda qandaq nisbat turimizganda o murakkab ya murakkab izafi bo'ladi yoki murakkab isnadi bo'ladi yoki murakkab mazzi bo'ladi. Endi biz murakkab mazziga murakkab isnadiga nisbat verganda siz cümlenin 5'iga murakkab mazzining 5'iga nisbat turing debdi. Yani bu isim murakkabi isnadi olup bir adamga alab qilingan bo'lsa yoki murakkabi mazzi bir adamga ilm qilingan bo'lsa buning 5'iga nisbat turing. Ve lisanin temmama izafatan mabduatan bibn aw abdaydu. Endi ikkinchi ismga lisani ibn so'zi bilan yoki ab so'zini bilan ibn so'zi bilan yoki ab so'zi bilan boshlangan izafetni tulaqlab kelgan ikkinchi ismga nisbat turing. Endi ibn so'zidan boshlangan yoki ab so'zi bilan boshlangan dedik. Ibn so'zi bilan boshlanibdi, ab so'zi bilan boshlanibdi, izafetni tuluqlabdi. Ibn so'zi bilan boshlangan izafetni yoki ab so'zi bilan boshlangan izafetni tuluqlug'uchi tuluqlagan ikkinchi ism cho'qim muzafillar bo'ladi. Shu muzafilligiga nima qiling nisbat bering. Ibn bilan kelgan so'z yoki ab bilan kelganda ikkinchisiga nisbat bering. Wa ma lahu ta'rifu bis-sani va jab debdi. Va ma'rifilik ikkinchisi orqali ma'rifilik muzafilli orqali ma'rifilik inga hosil o'tgan ismlarda shu ma'rifiga erishtiruvchi bo'lgan ikkinchisiga nima qiling buningga nisbat bering. Endi masalan har bizga misol ko'rsak murakkabi sadr cümleden murakkabi isnadi maqsad masalan ta'abbati sharran desak buningga nisbat bermoqchi bo'lsak ta'abbati deb nisbat beramiz. Mesela Hazreti Mevut'ki nisbat vermekçi olsak Hazrami deb nisbat verimiz. Endi mesela İbn-i Züberge'ye nisbat vermekçi olsak Zübeyri. Ebu Bekir'e nisbat vermekçi olsak Bekri deb nisbat verimiz. Endi Malahu ta'ribi bis-sani ve ceb degen ma'rifilik ikkinchisidan hosil o'tgan narsada ikkinchisiga nisbat berish vojib debdi. G'ulom Zayddan o'xshash. G'ulom Zaydda g'ulom nakri buning ma'rifiligi nima bilan maydon keladi desangiz Zayd bilan g'ulom Zayd orqali g'ulomga ma'rifilik hosil bo'lgan ekan nisbat berganda Zaydi deb nisbat beramiz demakchi. Fima siva hazan suban lil awwali ma lam yuhab labsun ka Abdul Ashhali. Yuqorida men deganlarning boshqasida, endi bayon men dedim, mening deganim murakkabi isnadi, murakkabi mazzi, murakkabi izofining ibn so'zi bilan yoki ab so'zi bilan boshlangan alam bo'lgan ismlar yoki izofatlik birikma, G'ulom Zaydga o'xshash muzafillaylik ma'rifiga erishmoqchi bo'lganlarga ninki bayon gapi chiqib bo'ldi. Endi mushuning boshqasida birinchisiga nisbat bering Abdul Ashhalga o'xshash bo'lsa. Birinchisiga nisbat turing, agar shu birinchisiga nisbat berilishda erishib qilish qo'qilmasa. Abdul Ashhalda birincisini versak Abdi yo'lab qoladi, buni bilmayman. Ammo Abdullohda Imrul Qaysda Imri'i, Abdullohda Abdi deb nisbat bersak bo'lgan bilan Abdul Ashhal deganlarda, bunda Abdul Shamsi, Abdul Dar deganlarda buningda nisbat berganda ikkinchisiga nisbat turish kerakki Shamsi, Dari, Ashhali deb. Vajbur bi raddil lam ma minhu huzib jawazan illam yaku radduhu ulib
fi cem'i teshihi ev fi tesniye ve hakku mecburun bi hazey tevfiye. Yani biz muş nisbet bir iş babını kitabatımız muş nisbet bergende muş unundin taşlangan nisbet belirtgan isimlardan taşlanganlarını lamni qaytırış arqılık tuluqlan durus halatda eğer onu qaytırış bunda künelmegen bolsa tasinin iki cem'iste ve cem'i nima mushu cem'i muzakkara cem'i muannas salimda ve tasnilada onu qaytırış adatlanıp künelmegen bolsa aşunundin taşlanganlarını lamni qaytırışlan tuluqlusunuz bu durus halatda qaytırırsınız mı bu qaytırmısınız mı bu demekçi. Mesela yedin o'xshash sözler. Yedin o'xshash sözlerni bunun da taşlangan lamni qaytırışlan tuluqlan. Bunun taşlangan lamni mesela yadavi deb nisbat bersak mutu yediyun deb nisbat bersak mutu yadaviyun deb nisbat bersak mutu iki yol durus. Çünkü bunun taşlanğını ne durus halatda lamni qaytırışlan tuluqlasak mutu çünkü bunu qaytırış cemi muzakkar salim ve cemi muannas salim bo'lgan holatda ve tasniy bo'lgan holatda odatlanmagan. Masalan, yadunni nisbat bergan chaqda bu odatlanmadi. Yadunni nisbat bergan vaqtimizda va lamning barobarida kelib bo'lgan u qaytirib odatlanmay yadani deb tasniy qilindi. Cemi qilsa yadavuna deb cemi qilindi. Masalan, navodi bir odamga alam qilingan bo'lsa, cemi muannas salimda yadat debchu bunda aloqi cemi muannas salim qilindi. Odatlanmadi. Bunda bo'lganlarga nisbat berganda tashlangan lamning barobarida o'rni keltirib yadaviyun yoki yadiyun deb bersak bo'ladi. Endi ba'zilar va aghbun axun o'xshashlar va buning tasniy cemi qilganda qaytirib odatlanganlar va bu qaytirib odatlanganlarga kelsak çokum bunun da nispet vergende bu lamның beraber kelibni qaytirib belirtecek. Mesela ebunun tasnisi de ebani. Ahunun tasnisi de ahvani. Cemi muannas salimlerde ahvat deb mında qilgan. Şuna bunun çokum qaytirilishi lazım. Haqqul mecrur bihazi tawfiya. Muşunun arqılık aşulık turuqlanğucunun haqqı mecburunun hakkı, şu yamalgıcı degan bu da tuluqlanğucunun haqqı fakat tuluqlap birish. Fakat bir isini tuluqlap birib cemi qilish. Şu haqqul mecbur degan gap mushu arqılık mushu lamning barobar kelibni qaytirish arqılık avliqi yamalgan kam qismi qolib qolgan naqs bo'lgan qismi yamalgan shu haq ismning haqqi fakat tuluqlash maqsad qilingan buningda. Başka bir mesele yok. Ve bi ahin uhten ve bibnin binta elhik ve yunusu eba hazbetta. Siz uhtini ahke bintini ibniga qo'shib o'ting. Mush nisbat berishda uhtiga nisbat berishda ahqi qo'shib o'ting. Bintiga nisbat berishda ibni qo'shib o'ting. Ibniga nisbat bermoqchi bo'lsak qanday qilib to'q ve uxtuga nisbat bermoqchi bo'lsak qanday qilib, ahqi nisbat bermoqchi bo'lsak qanday qilib, ahqi nisbat bermoqchi bo'lsak axa viyun deb nisbat berdik. Anda biz uxtunga nisbat bermoqchi bo'lsakmi, axa viyun deb nisbat beramiz, tanab tashlab. Chunki uxtundagi ta ve bintundagi ta bu ta'ud ta'nis deb qaralgan. Mesela uxtundagi tani evasak axun şu muzakkar bo'ladi, bintundagi tani evasak şu ibnun muzakkar bo'ladi. Şuna bintunga nisbat vergende, ibnunga nisbat vergende, beneviyun deb nisbat vergende, bintunga nisbat vergende mu, beneviyun deb nisbat verimiz, tani taşlı bitip. Uxtunga nisbat vergende, axunga qandak nisbat verip, axaviyun deb nisbat vergen bolsak, uxtunga nisbat vergende mu, axaviyun deb nisbat verimiz. Undaq desak, uçaqda axaviyun deb nisbat versek, axun ölen muzakkar muannisi o'xshib qoldi desiniz, nisbat berilgan isim mushtaqqa o'xshaydi. Bunun şu oldi keyni qarab oladi yoki muannasning ta'sir lozim kelsa qo'shiladi. Masalan, Fatima uçaqda
ahaviyetun deb bunda keladi. Yunus muşu ta'nın taşlanışı onu de. İmam Süvey'nin ustazı Yunus ibn Habib. Yunus ibn Habib bu İmam Süvey'nin ustazı bulup bunu taşlamayımız. Uxtunni uxtaviyun bintinni bintaviyun deb nisbat berimiz dedi. Ve zaifi thani min sunai sanihi zuleynin kela ve la'i. İşkariplik isimlardan ikinci harfini mudaab kılın. Onun ikinci harfi harfi lin igisi bo'lgan alati. İkinci harfi lin igisi dediğimiz ya ikinci harfi aldızır okulgan ya ki aldızı bar okulgan ilip ya aldı peş okulgan o bo'lsa lin harfi oludu. Endi bir şeyde ikinci harfi kısımlarının ikincisini muzaab kılın degan gap, yani ikinci harfini tekrarlan demekçi. Mesela lav bo'lsa ikinci harfi o meken yeni bir o'ni tekrarlan lavun olsun. La olsa ikinci harfke la yine şu ahir ilip kılıdı. Endi şu ikinci harfi lin bo'lgan holatda bo'lsa, mesela la'ga o'xshash la ve la'i o'xshash. Mesela lavga nisbat bersak o chaqda lavvayun lavviyun deymiz. Lavviyun. Asl lavdi tekrar muzaab qilsak lavun oldu, nisbat yasasak lavviyun bo'ladi. La'ga nisbat bersak laviyun bo'lsin bo'tu yoki la'iyun bo'lsin bo'ladi. Qanday desa, endi la'ning ikinci harfi alifken yana alifdan birini akeldik, ikki alif bo'ldi, iltiqoi sakinayn asıllab qoldi. İltiqoi sakinayndan saqlanish uchun alifni vo'ga yotkidik, la vun bo'ldi, nisbati laviyun bo'ladi. Yoki hamza ol alifdan kelgan vo'ni yog'i yotkib la nima? Hamza o elifni hamzaga yotkib la'iyun deb bu holatda keltirsakmi bo'ladi. Ve iyakun kashiyatin ma malfa'u adim fajabruhu ve fathu aynihil tuzim. Eğer o pası yo'qolgan isim shiyatinga o'xshash bo'lsa, o isimni tuluqlash ve o isimning aynni pata o'qish vacib nisbat bergan vaqtimizda. Endi pası yo'qolgan ism shiyatinga o'xshash bo'lsa deganimiz, pası qanday yo'qolgan esa, masalan, pası yo'qolgan ism najib ve adadin idatun chiqdi, pası yo'qolgan. Çünkü mesela va'dun de vo tashlangan vodin ta'ivazlangan idatun qolgan, bunun pası yo'qolgan deymiz. Mesela sibatun vasbatun, si'atun vas'undasi, si'atun uludu. Bunu pası yo'qolgan. Ama pası yo'qolganning shiyatunga o'xshash degani Şiyatun o'xshash oldu degan gap, lamning barabariga harfillat lami mu'tal bo'lgan bo'lsa, demakki shiyatunning asli vashyun vashyatun bastisi vashyatun butdi. Şuna bunu to'liqlash lozim degan gap, paning barabari tashlangan o'na ketimiz vashyatun bo'ladi. Aynning barabariga harfni zibar o'qigan ekan vashayatun bo'ladi. Vashayatun bo'lib tani tashlab o'tib idg'am qilsak vashayun. Bunun nisbat birimiz, nisbat bergen vaktimizde vişaviyun olsun, fi'latun olgandikin bu ise aynı beraberdeki fa'na kelganda vişyatun de. Vişyatun bo'lgan vişaviyun deb nisbat berildi. Vel vahid azkur nasiban lil jam'i in lam yuşabih vahiden bil vez'i. Siz cem'iga nisbat bergan holatda birlikni so'zlang. Bir ismga nisbat vermoqchi bo'lsak, cem'i ismga mufratiga qaytirib, mufratlik holatda nisbat beramiz. Shu cem'i ism ma'lum bir mufrat bir narsaga alam bo'lib qolmasa, ya o cem'i ism bir jamoaga alam bo'lib qolmagan chaqda mufratiga qaytirib turib nisbat beramiz. Ama o
labzi cemi olup ma'lum bir narsaga alam bulab qolgan bo'lsa, mufratga alam bo'lgan bo'lsa, bir jamoaga alam bo'lgan bo'lsa, u chaqda uni shu cemilik holati bilan nisbat beramiz. Shunga cemiga nisbat berganda mufratini so'zlang. Agar u jam'isi asli tayinlanishda mufratiga o'xshab qolmagan bo'lsa, ammo ba'zi ismlarning shu jam'isi vaz'ida mufratiga o'xshab qolsa, unda aloqa uni mufratini so'zlab olmaydi. Masalan, biz qabail, faraiz, aqaid degan ismga qabailga nisbat etmoqchi bo'lsak, buning mufrati qabila bo'ladi, qabaliyun deb nisbat beramiz. Faraizga nisbat etsak, faradiyun, aqaidga nisbat aqadiyun deb nisbat beramiz. Endi rahtunga o'xshash, ansarga o'xshash, bunda mufrati o'xshab qolgan shu narsalar bo'lsa, buniga shu pati nisbat beramiz. Rahdiyun, ansariyun deb nisbat bersak bo'laveradi. Ve ma'a fa'ilin ve fa'alin fa'il fi nasabin agnam anil ya'i faqbil. Fa'il ve fa'al ve fa'illar nisbatte yadın bir hacet oldu ve kubul kılındı. Adette şu nispetle yası birilgen çağda bazı isimlerde kesbini ifade edilir. Mesela nehviyun dese grammatik şunas, onun kesbi grammatikçilik, fıkhiyun dese fıkhı şunas, onun kesbi fıkhıçilik, tefsir, mufassirun dese mufassir degandek, tefsiriyun ya tefsirci degandek bir adette kesbini bildirir. Lakin şu fa'ilin vezni, fa'alin vezni, fa'il veznilleri özü şu bir kesbki dalalet kılıdığan ahval ba, onunla nispetle yası kirişi bir hacet. Mesela taim deb kılıdı. Yani asli taim degen nima desa tamaksat kuchi. Tamir deb kılıdı, hurmisat kuchi degan o'xshash. Unda boshqa fa'al vazn haddad desak, haddadiyun desak mi tümürçi. Neccar desek yağaşçı, neccariyun demek mi buludu? Attar desek etirçi, attariyun deb nisbat yası vermesek mi buludu? Bu demek, bu fa'al veznleri, fa'il veznleri, fa'il veznleri bu kesbki dalalet qilgan veznlarni bulab ishlatiladigan ahvol bor. Mesela fa'il vezn labin deb kelsa sussat kuchi, nahir deb kelsa dengizchi, dengizda ish qiluvchi degandek ma'nosi bo'ldi. Masalan, bir shirba lastu bilayliyin walakin nahir. Men kechida ishlovchi emas va nahir va kunduzi xizmat qiluvchi nahar. Nahir deb kelsa al-amil bin nahar, kunduz xizmatchisi, kecha ben ishlovchi emas, kunduz ben ishlovchi degandek bunday mazmunlarda ishlatilgan. وغير ما أسلبته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. من yukarıda sözlegenlerimden men yukarıda natik mukarrer halette onu biktip sözlegenlerimden başkası bu samaidur. Kip kalsa yukarıdakinin başka kip kalsa kipti de düşünümüz ama onun da ikinci bir nesli kıyas kılınmaydı. Alellezi yunqalu minhu iqtisira denge yukarıda men sözlegenlerimden başkası din bir şu muhtisar bulup nakli kılıngan başkaları onundan bir to'xtatilgan holatda naqli qilingan asosan bo'ladi deganimiz samai bo'lib ishlatiladi demakchi. Masalan, bunda ba'mu desa, san'ani deb amada san'avi yoki san'ai deb qo'ymay san'ani deb mana kelgan. Dahruni duhri. Masalan, buta so'zni Butqi deb mana nisbat berilgan bir shahar ismi ekan. Umayyaga nisbat berganda Umavi deb nisbat berilgan. Asli qoida bo'yicha Umavi deb. Mesela Haruri deb nisbat berilgan. Atingi qoidaga zid kelganlarimi bor. Bu mushu bo'yicha uyg'unlanadi. Buning ikinchi bir narsa qiyos qilinmaydi. Mushuna bilan bizning ismul mansub nisbat berilish isimlarga nisbat berish haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Keyingi darsimiz vaqf haqida bo'ladi. Va oxir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.